Mashinalarni qarang. Qor ichida o'zi bilinmay ham ketdi. Menda qarasa mashina borligi ham bilinmaydi. Yomon yog'yapti bari. Yo'llarni qarang. Kurashga transportlar ham yetishmayapti. Odamlar ehtiyot tursin. Mana shu elektrichkadagi holatlarni ham mana ko'rib turibsizlar. Qor bilan to'lib qolgan kirish chiqish joylari. Yo'ldagi holatlarni ko'rsatadigan bo'lsam, mana tramvaylar yurolmay qolyapti. O'zingizning guvohi bo'layapsizlar. Spes texnikalar yetishmayapti. Qor shunaqa kuchli yog'yapti. Moskvani qor bosmoqda. Mana elektrichka tramvaylar yo'lini topolmay yurolmay qolyapti. Liniyasidan ketib qolyapti. O'zingizlar mana ko'rib guvohi bo'layapsizlar videolarni. Avtobuslar vobshe yurolmayapti. Yo'llarda qor qalin. Ishongan hindlari mana edi bir-birini xursand qilib kachalaguchi o'tirishibdi. Mana o'zingizlar ko'rib guvohi bo'layapsizlar. Bundan buyog'iga o'zbek, tojik, qirg'izlarning qadriga yetadi degan umiddaman. Gaplarim rost bo'lsa bittadan like bosib ketinglar do'stlar.